Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilarimiz, obunachilarimiz. Sizlarga Samakli Shaboylardan yangiliklar olib kelib qo'yganmiz. Hop, mana namozxonalarga bu. Buni paneli bor edi. Mana Samakli Shaboyni ham olib kelib qo'ydik. Ikkinchi variantimiz mana bu ham namozxonaga. Kachsivasi juda ham tiniq 3D bo'lib chiqqan. Bu manzara suvda aksini berib turibdi mana. Tog' bilan bulutlar, o'rmonzor suvga aksi tushib turgan varianti. Hop, bu ham namozxonamizga. Mana. Buni ham paneli bor edi. Samakli Shaboyni. Buni endi xohlasangiz dushevoyga yopishtiring, xohlasangiz koridorga yopishtiring. Tosh bilan mana shu Pashti dengizi manzarasi. Gulli so'raganlar uchun 3D gullarning yana boshqacha variantlari keldi. Mana ko'rishingiz mumkin. Gullari ham 3D bo'lib zo'r ko'rinib turibdi. Assalomu alaykum. Mana xaridorlarimiz ochiribda turishibdi. Hozir bitta ko'rsatib berib bo'lib, keyin ro'londan beramiz. Modelda esa bu. Bu eng zo'ri bu. Oxirgi modelda. Ha, eng so'nggi chiqqani bu mana. Gulini ham ko'ryapsiz-ku. Oppoq devordonda chiqib Bajara ham ko'rinadi bunda. Hop, mana shuncha assortiment olib keldik mana. Shuncha assortiment. Bundan tashqari mana oldingi gullarimizdan so'raganlar uchun boshqachalari ham bor. Aloqaga chiqaverasizlar. Hop. Bundan ham yangiliklar olib kelamiz.